Robot pылесosimni bir necha kun ishlatib, endi sizga obzor qilishga tayyorman. Robot pылесос juda ham aqlli, urilmaydi, yiqilmaydi, gilamlarni ajratadi. Har qanday uzoqlikdan telefon orqali bemalol boshqariladi. Telefon programma orqali qatlarni tozalash kerakligini, soat nechida tozalash kerakligini buyrug'ini berib turib, telefon orqali ishni qay darajada bajarayotganini, qaylarni tozalaganini, qolib ketganini ko'rib turishingiz mumkin. Changlarni zo'r tortadi, pollarni ham artib qo'yadi. Tag qismida quruq va nam uborka uchun shotkalari bor. Men xarid qilgan robot pылесосim S10 Plus modeli polda ham, gilamda ham yuradi. Faqat gilamda yurishi uchun mana shu gubkalarni o'zim yechib, yuvib olib qo'yaman. Shundoq holatida gilamga qo'yib yuborsa tozalaydi. Uni tozalash ham juda ham oson ekan. To'g'risini aytaman, ko'rinishi kichkina bo'lganligi sababli konteyneri tez to'lib qolsa kerak, har xonadan oldin tozalab olsam kerak deb o'ylagandim. Yo'q. Uyimni boshdan oxirigacha tozalaganda ham unaqa tez to'lib qolmaydi. Sifati, narxi va qulayligini inobatga olsa, menga o'zim modelim juda ham yoqdi. Video tagida отметка qilingan magazindan siz robot pылесосni boshqa magazinlarga nisbatan $50 ga arzon, bepul dostavka va o'rnatib olishingiz mumkin. Undan tashqari Supermamasha promokodini etsangiz, yana -250 ming so'm skidka.